Hammamiz ko'rdik, Andijonda ikkita lichinka avtoterrorist nima qilganini. Yosh bola bilan demak buvisini qanaqa qilib o'ldirganligini. Qotillar ikkalasi ham. Xo'p, bittasi 60 Z511 ZZ Malibu, ikkinchisi 60 Y017 KB. Endi qaranglarki, 4 kun ichida umuman BMW egasi o'sha o'zi o'ldirishga yordam bergan odamlarning uyiga kelmabdi-da. Keyin videolar chiqqandan keyin, demak, bu uyning egalari, ya'ni jabrdiydalarning yaqinlari borib tergovchilarga aytgandan keyin, tergovchilar ham qanaqa odam bilasiz deganmish-da. Keyin tergovchi eshitgandan keyin shu gaplarni BMW egasi kelib ta'ziya bildirib ketganmish va nima emishki, ular to'y kortejda yurganmish. To'y kortejda yurgan bo'lsang, nima farqi bor? Senga kim ruxsat berdi tez haydashga yoki poyga o'ynashga? Bular nimadir oqlaydimi? Muammo shundaki, birinchidan ikkalasini ham bittasini emas, menimcha bittasi qamalgan, ikkinchisini ham qamash kerak. Nimaga? Chunki kimnidir o'ldirib qo'ysangiz, otib o'ldirasizmi, pichoqlab o'ldirasizmi yoki urib o'ldirasizmi, sherik bo'ladi, to'g'rimi? Bittasi ushlab turadi yoki ikkalasi ham bittasi bir mushuk qo'ysa, ikkinchisi ikki mushuk qo'yadi-da, o'sha payt o'lib qoladi, to'g'rimi? Sherik hisobi bo'ladimi? Bittasi ko'proq yil olsa, ikkinchisi kamroq bo'lsa ham yil oladi, chunki jinoyatga sherik bo'ladi, to'g'rimi? Ular ham poyga o'ynab kelayotgani shundoq ko'rinib turibdi videolarda, to'g'rimi? Tergovchilar qanchalik yaqin bo'lmasin, uni otasi-yu bobosi lichinkaga o'xshagan o'ziga o'xshagan basharalari hammasi kim bo'lishidan qat'iy nazar. Endi ikkinchi tomonida o'zi aslida mana shunaqa holatlar, poyga o'ynaydiganlar, o'zidan kimdirlar yasab olganlar bo'ladi-yu, Toshkentda ham ko'p. Xuddi shunaqalarni o'sha orqasini qirqish kerak asosan. Mana shunaqa odamlar bor, ularga ulangan bo'ladi-ku, kimdir bo'ladi-yu, boy bo'lishi mumkin, amaldor bo'lishi mumkin. O'shalarni qirqish yo'lini topmas ekansizlar, O'zbekistonda qonun bo'yicha bunaqa dabba lichinkalar, ketib boqlar yuraveradi shunaqa. O'zidan kimdirlarni yasab olib, shaharni men egasiman, xohlaganimni qilaman deb, toki odam o'ldirmaguncha. Ularga aytilsa, odam o'ldirasan deyilsa tushunmaydi. Yo'q, sen yurganni ko'ra olmaysan deyishdan uzoqqa o'ta olmaydi ular. Ko'zi o'sha narsani ko'radi faqat. Miyasi o'shanga ishlaydi faqat. Chunki lichinkada hali katta bo'lmagan, miya yo'q ularda. Odam sifat hayvonlar hammasi. Ota-onasi ham xuddi shunga mos. O'shaning uchun shunaqa o'stirgan ularni. Ular birovning hayotini o'ylamaydi. Ular o'sha haydab yurgan mashinasidan kekkayib yurishni biladi xolos. O'shani ko'z qilish kerak. Pont kerak ularga, qizlar o'rtoqlarining oldida. Katta bolalar. O'zi hammasi tirranchalar. Lichinkalar hali bor-ku, chaqaloq emas. Chiqoqlar hammasi. Qamalish kerak BMW egasi ham. Aniq. Menga videolarini tashab beringlar, men olib chiqaman. Aniq boshqa videolari bor, yana boshqa poygalar qilgan shu bola. Aniq bilaman. Menga tashab beringlar, menga otasi kim, amakisi kim, kimi bor, hammasi videolarini, ism-sharifini tashab beringlar, men olib chiqaman shuni ham. Qamalish kerak u ham. Haqqi yo'q birovning hayotini unaqa qilib yo'q qilib tashashga.